Futbol tarixidagi eng fojiali va eng ta'sirli lahzalardan biri. 2019-yil noyabrida Everton va Tottenham o'rtasidagi o'yinda Son Hyon-min Everton yarim himoyachisi Andre Gomesga jiddiy jarohat yetkazadi. Hakam tomonidan o'yin to'xtatilgach, Son jarohatni ko'radi va darhol yig'lab yuboradi. Biroq Sonning keyingi harakati bu fojiani futbol tarixidagi eng ta'sirli lahzalardan biriga aylantirdi. Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz. Keyingi o'yinda Red Star Belgradga qarshi Son 2 ta gol uradi, lekin odatdagi tabassumi o'rniga boshini pastga egib, qo'llarini birlashtiradi. Albatta bu oddiy bir harakatdek tuyulishi mumkin, ammo bu butun dunyo ko'z o'ngida Gomesdan uzr so'rashning eng samimiy usuli edi. Albatta bundan tashqari, Son shaxsiy ravishda ham Gomesdan uzr so'ragan. Xo'sh, siz Son Hyon-min kabi vijdonli boshqa qaysi futbolchilarni bilasiz? Izohlarda yozib qoldiring.